Xullas, guruchlantirib qo'yadiganimiz har bitta balanimizda o'zini o'rnini, o'zini ishini vazifasi bor. Ya'ni bu niyat rul bilan shug'ullanadi. Har bitta rulga javob beruvchi balamiz stiklarini birga bir olib beradigan balamiz. Mana o'zi taqirda turishlar, uni full kitni o'zi rulda chiqib keladigan plastmassasi bilan o'zi tashqariga bo'ladigan ishlarni tushuntiraman. Rasul jonimiz esa bo'ldi mana elektrik ishlari bilan shug'ullanadi, ya'ni simlarga javob beradi. Yani o'zi buni rullari tayyor bo'lgan, mana ichkarida niyat rulni u yotidi-ku, bu rulni o'zi tayyorlab chiqarib bo'lgan, bu rulni u yotidi adashmasa, bumi. Xullas, rulga e'tibor beringlar. Zazorini ko'ryapsizlar, mana ziga e'tibor beringlar, mana ziga birga bir kelgan. Qo'rib qo'y, mana zavodskoyda turadi. Qanday chiroyli? Signal, multimedia, tabloda suvni graduslargacha, mana suvni graduslargacha chiqqan hammasi idealniy bo'lgan. Kompyuter ustiga ishlagan hayotjonda ular javob beradilar. Bu chunki har bitta mashinada eng yuragi bo'lgan joyiga, eng sложный joyiga hayotda o'zi mana har bitta mashinadagina o'zi mana programmalar chtina qilinyapti. Programmalar chtina qilib, kruzlarni, suvni graduslarini, avtozapускlarni hammasini chiqarib ishlatib berib, programma bilan ishlatib beradigan balamiz. Xullas, ko'rib turibsizlar, har bitta mashinga ishlanadigan 3 ta odam javob beradi. Ya'ni rulga niyat javob bersa, elektrik ishiga Rasul javob beradi, programma ishiga hayot javob beradi. Endi albatta hammasi o'zimizni nazoratimiz ostida bo'lgani bilan, lekin hamma balamizni o'zini ish vazifasi bor. Akalar, shuna xizmatlar bo'yicha o'zi skidkamizni e'lon qilganimizga 3 kun bo'lgan bo'lsa, akalar, oyning oxirigacha hech qancha vaqt qolmay ulgurib qolinglar, ishimizni sifatli a'lo darajada bitirib beramiz. Hammaga sog' bo'ling.